Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga Dream House'dan 105 kvadratli xonadonimizni obzorini qilib ko'rsataman. Koridorimizni qarang, qanaqa dahshat, qanaqa zo'r. O'shdan shundoq kirib kelsangiz, boshqacha atmosfera bo'ladi-da. Endi uyimizni sizlarga tanishtirib o'taman. Uyimizda mana shu koridorlarimizda, sanuzellarimizda to'pli pollarimiz bor. Bizning kiruvchi qismimiz kirganimizda, bu yoqda stroyniy shkoflarimiz ham bor. Mana qarang, zo'r o'ylashibdimi? Ham qarang. Voy, dahshat. Bu yoqda kirganimizda chap tarafimizda bizni oshxona qismimiz joylashgan. Barcha texnikalarimiz bor, LG texnikalari va bu yoqda mana oilaviy choy ichib o'tirishlaringiz uchun 6 talik stol stul, ko'cha tarafga qaragan, dvorimizga qaragan oynalarimiz va televizor, xolodilnik hamma narsamiz bor. Va bu uyimizni fayzi shundaki, mana kirganingizda Alloh degan yozuvimiz bor, Bismillahirrohmanirrohim degan yozuvlarimiz bor. Mana shunaqa xonadonlar, mana shu o'zimizni aziz birodarlarimizga shu xonadonimizni ilindik. Sizlar ham o'zingiz yaqinlaringizga bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Bu yoqdan mehmonxona o'rnida foydalanasiz. Qaranglar, juda ham katta. Bu yoqqa kerak bo'lsa, bir 12 ta 24 talik stol stullarni qo'yib foydalansanglar ham bo'ladi. Mehmonxonamizdan. Xo'p, endi sizlarni spalinglari bilan tanishtirib chiqaman. Bu yoqda bizni bolalar yotoqxonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, 2 ta kravatimiz bor va oynamiz ham bor. O'zining shkoflari va bitta dars qilib o'tiradigan sharoitlari bor. Bu yoqda esa kattalar spalnisi. Xo'p, bu uyimizda yashalgan, lekin holati juda a'lo darajada turibdi. Bilasizlar, Dream House bu g'ishli novostroykalardan biri bo'ladi. Televizorli zonalari, ayollarimiz uchun komodlari va bu yoqda o'zining sanuzel qismi joylashgan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Dushovoy qilingan va bu uyimizda sanuzelimiz 2 ta. Xo'p, uyimizda narxiga keladigan bo'lsak, shunaqa chiroyli uyda yashashingiz uchun sizga chiroyli narx beramiz. 178 ming AQSh dollari so'rayapti. Yana kelsanglar joyida chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhiblo Madrahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.